Ba'zan shunchaki to'xtab, chuqur nafas olib yashagimiz keladi. Shahar shovqinisiz, bitmaydigan ishlar odamni charchatadi. Shu vaqtda beixtiyor bolaligimizni eslaymiz. Yozgi ta'tilda buvimizga borib dam olgan vaqtlarni eslaysiz-mi? Kechqurun yulduzlarga qarab dam olib yotgan vaqtlarimizni-chi? O'sha paytlarda telefon ham bo'lmagan. Ish, o'qish haqida o'ylash ham bo'lmagan. Faqat oila, tinchlik va oddiy baxt bo'lgan. Biz ulg'aydik, hayot tezlashdi, lekin qalbimiz o'sha oddiy samimiy kunlarni sog'inadi. Toshkent ta'tiga 1,5 soat uzoqlikda, tog'lar bag'rida, toza havoda dam olishga nima deysiz? Loydan qurilgan tabiiy xonalarda, tog'larning orasida, toza havoda, mutlaqo sokinlik ichida dam olasiz. Bu joy oddiy dam olish maskani emas. Bu yerda siz yana bolaligingizdagi hislarni topasiz. Ba'zan inson o'ziga ham, oilasiga ham shunday sokin dam olishni sovg'a qilish kerak. Agar siz ham shu kunlarda oilangiz bilan qattiq dam olish bilmayotgan bo'lsangiz, men sizga Ecolife e'tiqodni tavsiya qilaman. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki direktimiz orqali biz bilan bog'laning.